Endi baribir ortga nazar tashlamasak bo'lmaydi. Mana shunday yaxshi kunlarda men shu ortdagi ko'rgan narsalarimni aytmoqchiman. Yog'ingarchilik bo'lgan paytlari, qish paytlari mana shu maktabga ishga kelish uchun ko'chamizning narigi boshidagi o'sha Anorzor ko'chasi bor. Ana shu yer ozgina asfalt. Ana shu ko'chadan yurib kelardik. Nega deganda ko'chamizga tosh to'kilgan edi-yu, haligi toshlar yo'q bo'lib ketib, mana shu bolalarimizning hamma mana shu ishga, o'qishga qatnayotgan barcha insonlarimiz ozgina bir qiyinchilikda qolishdi. Bu muammolarimiz bizning mana shu 20 yildan oshiqlik bir muammo edi. Qarangki, haligi mahalla raisimiz aytgandek, opa, yaqinda ko'chalarimiz asfalt bo'lib qoladi deganda ham unchalik ishonqiramadim, lekin xursand bo'lib ketdik. Bir kun mana shunday nima qilib biz uyda mazza qilib yotibmiz, lekin kechasi bilan mana shu sohaning vakillari kechasi bilan ishlab yo'llarimizni asfalt qildi. Ertalab turib xursandchiligimizni aytmaysizmi? Xursand bo'lib ketdik. Ertalab turib qarasak ko'chalar asfalt. Ana endi bolajonlarning hamma qo'ni qo'shni, hamma ayol deysizmi, erkak deysizmi, xursandligimizni aytmaysizmi? Mana ko'chalarimiz ravon bo'ldi. Bundan biz mana shu minnatdormiz. Tinmay ishlab mana shunday yaxshi sharoitlarni yaratib berayotgan, faqat elim deb, yurtim deb yashayotgan yurtboshimizning mana shunday islohotlardan biz juda ham xursandmiz. Yana shuni xursand bo'lib aytamanki, mustaqillik bayramimizning 35 yillik arafasida ko'chalarimizning mana shunday ravon bo'lganligidan biz juda ham bir xursand bo'ldik. Bu bizga eng katta bir boylik, eng katta bir bayram tuhfasi darajasida bizga tuhfa etildi.